Bitsilina profilaktika. Qaysi holatlarda bitsilin qilishlik kerak va revmatolog tarafidan majburlashimiz zarur? 8 yil tajribamga asoslangan holatda ayta olaman, bitsilinni 8 yil davomida atigi 2 marotaba nazначать qilganman. Bitsilin o'tkir revmatik isitma holatida bemorga tavsiya qilinadi. Bu обязательно tomoqda tanzilit holati, ya'ni angina holati, keyingisi yurakda поражение bo'lgan, ya'ni yurak lat yegan holati, keyingisi bu terida изменениялар bo'lgan holati, ya'ni uzilkovoy proses bo'lgan holatida va eng oxirgisi bo'g'imlarda artrit holati bo'lganda назначение qilinadi. Oddiy bemor yonimizga artrit bilan kelgan holatda bitsilin yozilmaydi. Shuning uchun qonda har doim asloga e'tibor berishligimiz va обязательно lor vrach tomonidan tasdiqlangan xronический tanzilitni доказать qilishligimiz shart hisoblanadi. Bitsilinda har qanday nedifferentsirованный artrit holatlarida travmatologlar yoki revmatologlar tomonidan tavsiya qilinishligi yomon oqibatga olib kelishligi mumkin. Bu birinchisi jigar va pochkani holatlari lat yeyishligi mumkin. Shuning uchun agarda sizda ostriy revmatik lixoradka, ya'ni isitma diagnozi aniq qo'yilmagan bo'lsa, u holatda bitsilindan foydalanishlik man etiladi. Agarda sizda revmatologik muammolar mavjud bo'lsa, u holda bizning klinikamizga ushbu raqamlar orqali murojaat qiling va biz sizga yordam beramiz.